Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Bugungi darvozamizning Andijon shahri Boltako'l qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Shu darvozamizning razmerlari keladigan bo'lsak, eniga 260 razmerda bo'ldi, bo'yiga 310 razmerda. Darvozamiz o'zi yon tomon nalichkalari 30 cm dan bo'ldi, teva tomoni 30, ikkala yoni 30 dan 60. Общий razmeri eniga 4 metrga, bo'yi 3,5 hisobida darvozamiz 2 listdan tayyor bo'ldi. Profillarimiz 6 ga 4, 1.7 stenada, stoykalarimiz 8 2 stenada bo'ldi. Listlarimiz mana ko'rinish holati. Teva tomonidan ozgina lazer ochib berdik. Zamoklarimiz zubur zamokdan. Orqa holatini ham bir ko'rsatamiz. Mana orqa holatli ko'rinishi, orqalari tekis, o'rtalari sentr zamok bo'ldi. Xudo xolasa mana bir qo'lda ochiladi, bir qo'lda yopiladigan. Zamoklarimiz 5 talik chiqadi. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Общий summasi 13 million so'm bo'ldi. 1 kvadrat metrni 950 ming so'mdan tayyor qilib berdik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.